Xayrli onlar, xayrli onsizlik. Mana 2026-yilni ham boshlab oldik. Yil boshida hammada turli xil his-hayajonlar, ya'ni maqsadlar, orzular, qanaqadir bir sehrli kunlarni, sehrli mo'jizakor bir voqealarni kutishlar bo'ladi. Yangi yil kunlarida 25-yilni ham xuddi shunaqa hislar bilan qabul qilib olganmiz. 24-yilni ham, undan oldingi yillarni ham. Keling, hozir birgalikda yillarimizga qarab chiqamiz. Biz har doim yangi yil kirib kelishidan oldin orzularga to'lib ketamiz-da, ichimizda hammamiz. Va maqsadlarimiz bo'ladi, ishonamizda kelayotgan yil oldingisidan-da yaxshiroq bizga imkoniyatlarini, mo'jizalarni olib kelayotganini his qilamiz, shunga ishonchimiz bo'ladi. Lekin har doim ham bunday bo'lmaydi. Nega shunday bo'lmaydi? Chunki har bir kelayotgan yil, vaqtlar, yillar o'tgani sari bizni hayotimizga shunchaki mo'jiza orqali nimadir kirib kelmaydi. Shunchaki bizni ichki holatimizni tashqaridagi holati kuchaytirib ko'rsatib berishni boshlayveradi-da. Ya'ni buni qanday tushuntirsam, mana 2026-yil misolida tushuntiray. 25-yilda ham biz shunday hislar bilan kutdik-da, 24-25 ga o'tguncha-da. Hozir qarab ko'ring, 25-yil boshida siz nimalarni orzu qilgandingiz-da? Qanaqa orzularingiz bordi hayotdan, qanaqa maqsadlaringiz bordi, balki rejalashtirib yozgandirsiz ham. Ularni qaysi biriga erisha oldingiz? Qaysi biriga erisha olmadingiz? Sarhisob qilib ko'ring-da. Nega shunday bo'ldi? Ahamiyat bersangiz, biz shunchaki orzu qilib kutadigan mo'jizalarimiz hayotimizga shunchaki kirib kelmaydi. Biz nimadir harakat beramizki, yoki o'zimizda qandaydir bir o'zgarishlarni qilamizki, ichkarida bu tashqarida namoyon bo'ladi. Xuddi shunday 26-yil ham xuddi shunday. Ya'ni siz mo'jizalar kutasiz, bu mo'jiza o'z-o'zidan bo'lmaydi. Siz ichkarida o'zingiz bilan bog'liq qanaqadir muhim qarorlarni olasizki, tashqarida buni aksini ko'rasiz. Siz yillarda, oylarda yashayapmiz-ku, har birimiz yashayapmiz-ku. Holatimiz qay tarafga qarab ketishi, bu faqatgina o'zimizning ichki olamimizga ko'proq bog'liq. Ya'ni hech bir hayotimizdagi qaysidir vaziyat mo'jizakor yo'llar bilan, sirli bir sehrli yo'llar bilan hal bo'lib qolmaydi. Agar buni o'zimiz hal qilishga hali ong darajamiz yetarli bo'lmasa, bilim doiramiz yetarli bo'lmasa. Aytmoqchimanki, hech bir yildan mo'jizalar kutmang. Kuting, mo'jizalar kuting, lekin harakatni unutmang. Mo'jiza kutyapsiz-da, tashqaridan sizga mo'jizalar, sovg'alar kutyapsiz-da, lekin ichkaridan o'zingizga qarang, siz hayotga nima beryapsiz? Hayotga nima berayotgan bo'lsangiz, hayot ham shuni 2 barobar, 3 barobar, balki 10 barobar qilib sizga qaytaradi. Ya'ni bu yerda xuddiki bir olish-berish qonunida bir maqol bor-ku, o'zimizda nima eksang, shuni o'rasan. Men bu maqolni yillar sayin bu 20-yildan buyog'iga chuqurroq ma'nosini his qilyapman-da, chunki ichimda nima bo'lsa, men insonlarga nisbatan ichimda qanaqa his-tuyg'u bo'lsa, buni aksini tashqaridan olyapman har doim. G'azabga kirgan paytimda g'azab olyapman, ko'proq insoniyatga nisbatan umuman ajratmasdan, oilam yoki atrofimdagi yaqinlarim yoki do'stlarim yoki begona yoki hamkasb degandek ajratmasdan insonlarga nisbatan sevgini his qilyapman, atrofdan sevgini olyapman. Bu judalar oddiy lekin muhim qoida ekanligini borgan sari his qilib boryapman o'zim orqali.